Assalomu alaykum birodarlarim. Biz reklama olmoqchimiz. Agarda sizni kanalingiz reklama qilib berish kerak bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Linkam kommentariyada va opisiyada bo'ladi. Qanunda videoni boshladik. Bu qiymati 1 milliard dollar bo'lgan raketa kemasi va u kelajakda Mars tomon uchiriladi. Bu esa 500 million dollar bo'lgan uy. Bu uyning ichida biosfera mavjud. Yo, xudoyim. Va biz bu video orqali sizga kelajak naqadar go'zal bo'lishini ko'rsatmoqchimiz. Biz qanday qilib yo'qolib ketgan hayvon turlarini qayta tiklayotganimizni ko'rasiz. Bu tom ma'noda kelajak. Sizni xohlagan manzilingizga eltib boruvchi uchar mashinalar va juda ham ko'plab aql bovar qilmas qurilmalar. Boshlanishiga $1 chiroqlar. Agar siz bu chiroqlarni millionlab yig'sangiz, insoniyatning simulyatsiyasini yoki Marsnikini ko'ra olasiz. Mana misol Marsniki. Mayli keyingisi esa bizning sayyoramizdagi futuristik texnologiya. Mayli endi men sizga neuralik texnologiyani ko'rsataman. Buning qiymati $10,000 ga teng. Hozir biz buni ko'rib chiqamiz. Bu narsa miyangizga jarrohlik yo'li bilan qo'yiladi. Bu chip sizga Nolan'ga o'xshab dunyo bilan qayta bog'lanishga yordam beradi. Demak, belingizdan pastda falaj bo'lgan. Ha, deyarli 8 yildan beri shunday. Men hayotda maqsad topishga harakat qilardim. Va sizning miyangizda chip bor. Bu nimani o'zgartirdi? Hamma kompyuterda qiladigan ishni men miyam yordamida qila olaman. Va bu tom ma'noda u hamma narsani miyasi bilan qiladi degani. Hozir siz buni fikr qilib boshqaryapsizmi? Ha, birodar, shunday. Men unda SMS yuborib ko'rmoqchiman. Mayli. Uning qo'llari falaj, lekin biz uni videoga olyapmiz, chunki miyasi bilan SMS yubormoqda. U o'zidagi neyronlar bilan chipni boshqaryapti. U shunchaki xayolda salom deb yozdi. Mana u salom deb yozdi. Endi u bizga yuboryapti. Bu narsa boshqalar uchun aqldan ozgan emas. SMS yuborish uning uchun yagona narsa emas. Siz qanday qilib burilyapsiz? Chapga, o'ngga, o'lma. U juda ham aqlli o'ynab bizni yutib qo'ydi. Men aqlimga sig'dira olmayapman. Qanaqasiga? Men hech qachon bunday narsa qilishimni o'ylab ham ko'rmagandim. Kelajak texnologiyasi faqat Kay uchun va boshqalar uchun ham foyda keltiradi. Hozir biz Kay bilan ko'rishamiz. Mana bu Kay, u qo'lsiz tug'ilgan va eng alamlisi, uni ko'chaga tashlab ketishgan 12 yoshli bola. U buni olishni istaydi. Bu qiyin, lekin biz unga mana uni beramiz. Bu super qahramon filmidan olingan qo'l. Bu qo'lning narxi $25,000. Va bu qo'l juda ham super qahramon qo'llariga o'xshaydi. Ketding hayotga solamiz. Salom Kay. Salom. O'zing haqingda ozgina gapirib bera olasanmi? Men 12 yoshdaman. Meni Xitoydan asrab olishgan. Kay aslida shifokor Jimmy ekanligini bilmaydi. Onang aytdiki, sen mening asabli muxlisim ekansan. To'xtang, bu bo'lishi mumkin emas. Ha, mana bu qo'l endi senga. Lekin o'ylashimcha bu qo'l yetarli emas. Shuning uchun men senga mana bu sovg'ani olib keldim. Bo'lishi mumkin emas. Bu sayyoradagi eng zo'r futurik va bionik qo'l. Onang menga aytdiki, sen doim faol bo'lasan va sport bilan shug'ullansan. Shuning uchun bu sen uchun eng zo'r qo'l. Buning iloji yo'q. Bu qo'lning ajoyib tarafi shundaki, bunda qo'lingdagi sensorlar mavjud. U sen nima qilishingni oldindan biladi. Ajoyib emasmi? Ha, bu ajoyib. Bunga qarang. Mana u bir bo'lak yog'och. Sen buni ushlay olasanmi? Tekshirib ko'r. Bu aqldan ozgan emasmi? Kel endi qo'limni siqib ko'rchi. Bu juda ham ajoyib. Qo'lingga qara, sen shubhasiz hech qachon bizning brendni xohlamagansan. Shuning uchun uni olib qo'y, xohlasang. Men buni davom ettiryapman. Bu hayotimdagi eng zo'r kun. Men sizda juda ham ko'p videolaringizni ko'rganman, lekin men sizning videoyingizda chiqishni kutmagandim. Mana biz. To'g'ri, bu bionik qo'l juda ham ajoyib, lekin $150,000 uchar mashina bilan taqqoslaganda hech narsa emas. Sizningcha bu narsani ishlashga undaydimi? Ha, aynan shunday. Agar sen meni yutsang $1 million beraman. Agar yutsam $1 million berasizmi? Shunday. Keling unda buni boshlaymiz. Biz ishga shularni minib boramiz va qaysi bir tezroq ekanligini bilib olamiz. Uchuvchi mashinaga qarshi yerda yuruvchi mashina. Xo'p, poyga boshlandi. Wow, ajoyib. U sen bilan yonma-yon ketyapti. U uchib ketdi. Nima, u hozgina akanga tushib ketdimi? Ha, unga yo'l kerak emas. Ha, bu haqiqiy poyga bo'lishi uchun biz yo'l harakat qoidalariga amal qilishimiz kerak. To'xtalab bitta to'xtash belgisi bor. Biz yurishimiz mumkin, lekin uchadigan mashina bilan to'g'ri yo'ldan yurish kifoya. Shuning uchun kelajakda odamlar uchun uchadigan mashina birinchi o'rinda bo'lsa kerak. To'xtanglar, men uni ko'ryapman. Rostdan ham u-ku. To'xta, u yarim yo'lda o'tib bo'lgan bo'lishi mumkin. Qanaqasiga? Biz shoshilishimiz kerak. Agar siz bu mashinani sotib olsangiz, qancha vaqt tejashingiz mumkinligini tasavvur qiling. Chunki siz bu yo'llarga faqat samolyotda bora olasiz, mashinada emas. Men yilga 1000 soatdan ko'proq vaqt tejardim. Balki 1 yil emas. Men axir hisob-kitob qilmagandim. Bu $150,000 bo'lgan uchar mashina bilan keyinroq ko'rishimiz mumkin bo'lgan $1 milliard dollarlik raketa kemani solishtirib bo'lmaydi. Bu boshlanishi. Bu narsa juda tez yetib keldi. Yo xudo, plyajda ekanligini unutib qo'yibman. Jimmy bunga hech qachon yeta olmaydi. Jimmy, menimcha sen millionga tayyorsan. Yaxshiyamki men unga sen yutsang $1 million beraman deb aytmagandim. U shunchaki menga $1 million berishini aytgan.
Kimnidir urib yubormasligimga ishonch hosil qilishim kerak. Ana u. Qanchadan beri shu yerdasiz? 10 minut bo'ldi. Rostdanmi? Albatta. Voy xudoyim, bilinmaslar qana fikrdasiz, lekin men bir kun kelib shunday mashina haydashni xohlayman. Agar kelajak uchun hayajon olmasangiz, bir kun kelib shunday reaktiv sumkada ishga borasiz. Qiymati $500 million. Bu reaktiv sumka soatiga 80 mildan ortiq ucha oladi va 3 mil bilan bu narsa ishga borishning eng tez usuli hisoblanadi. Bu narsani qilganing uchun men sendan xursandman. Transportlarning kelajagi osmonda emas, u yerda ham. Va biz $1 million ga dunyodagi eng tez mashinani sotib oldik. Va men hozir uni haydab ko'raman. Bu dunyodagi eng tezkor mashina. U juda ham tezlashib ketdi. U juda ham kuchli so'rish qobiliyatiga egaki, uni ag'darib tashlash imkonsiz. Ya xudoyim, mayli. Jimmy hozir tezkorlanyapti. Bu yomon. Bu juda ham qo'rqinchli, lekin oddiy mashina kabi qo'rqinchli emas. Bu juda aqldan ozgan. Tanday barcha qon boshimga quyilayotganini sezyapman. Bu mashinada dvigatel kuchli keryapti, shuning uchun men yiqilmayapman. Unchalik uzoq emas. Bu mashinadan 10 barobar qimmatroq avtomobil. Mercedesning sportkari. Bu mashina kelajakda $10 million ga baholandi. Bu avtomobil bir necha yildan keyingi futuristik avtomobilning dizayni hisoblanadi. Va keyin bu Pandora olamidan ilhomlangan. Ko'rinish ko'proq hayvonga o'xshaydi. Demak, men bunga tegsam, munosabat bildiradi. Wow. Agar uni silab ko'rsam nima bo'ladi? Ko'ryapsizmi, unga yoqadi. Xo'p. Men bu maxluqman aylanib kelsam bo'ladimi? Albatta mumkin. Biroz xursand bo'laylik. Shunday qilib oldinga yurish uchun men buni oldinga qilishim kerak. Nima? Bu aqldan ozgan. To'xtatishimiz uchun esa buni orqaga tortamiz. Keyin esa yuqori qism buriladi va mashina yon tomonga harakat qilishni boshlaydi. Yo xudoyim. Avtomobilda stullar yangi urishini tinglaydi va avtomatik moslashadi. Hattoki avtomobilni va uning ichidagi haroratni ham boshqarib tomosha qil. To'xta, men mashinani boshqaraveraymi? Boshqarishim mumkin, lekin $10 ming. Buni bilasan-a? Men bir qo'lim bilan mashinani boshqaryapman. Yo xudoyim, bu achinarli. Bu fabrikada biz bitta ham tovuq o'ldirmasdan 10 mingta tovuq ishlab chiqaramiz. Bu juda ham ajoyib, to'g'rimi? Odamlar har kuni go'shtga bo'lgan talabni qondirish uchun 220 milliondan ortiq tovuqlarni so'yishadi. Epson tomlar korxonasi jami tajribalar uchun $200 million dan ko'proq pul sarfladi. Hozir sizga qanday qilishni o'rgataman. Men buni tushunmayapman. 2018-yilda tovuqning tuxumidan hujayra olishni boshladik. Va biz tovuqning tuxumidan hujayra oldik va uni -80 gradusda muzlatdik. Wow, ajoyib. Siz shuncha hujayrani tovuq go'shtini tayyorlashda ishlatasizmi? Ikkinchi qadam, biz hujayrani olamiz va uni muloyimlik bilan eritib tashlaymiz. Yo xudoyim, siz tovuq tanasini simulyatsiya qilyapsizmi? Hujayralar shunchaki ko'payyapti. Hujayralarni yig'ib bo'lgandan so'ng 3-bosqichga o'tamiz. Oqsil, yog', shakar men tomonida hujayra yaratyapman. Va u hujayralarga ovqat beryapman, ular tovuq go'shtiga aylanishi uchun. To'g'ri. Va hujayraning ovqati idishga solingandan so'ng fabrika bo'ylab aylanadi. Va shu yerga kelib to'xtaydi. Buni ko'rishingiz mumkin. Do'stlar, videomizning birinchi qismi tugadi. Agar ikkinchi qismini ko'rish xohlasanglar, videomizga like bosib, kanalga obuna bo'lishingizdan chiqmasin va kommentariyaga o'z fikringizni qoldiring. Assalomu alaykum birodarlar. Yaxshimisizlar? Biz hozir o'tgan videomizda g'olibni aniqlayapmiz. Esinglarda biz o'tgan videoga pul qo'ydik, mana sanani ko'rishinglar ham mumkin. Yana videolarimizga pul qo'yishimiz xohlasanglar, kommentariyada o'zlar fikrlarni qoldiringlar. Hozir biz YouTube'ga kirib o'tgan videomizdagi havolani olyapmiz. Mana do'stlar, videomizdan havolani olib bo'ldik. Endi biz izoh tanlovchi botga yuboramiz. Havolani kiritamiz. Havolani kiritib bo'lgach, mana shu tugmani bosamiz. Hozir bizga izohlarni chiqarib beradi. Ko'ramiz hozir pulni kim yutib olgan ekan. Birinchisiga o'zimiz chiqdik, mana hozir boshqani aniqlaymiz. Ko'ramiz hozir haqiqiy g'olib kim ekan. Mana do'stlar, g'olibni chiqarib berdi. Endi men shu odamga yozib qo'yaman.